2030 variantdan bir masalani yechimi. Demak, sizlar mashinalar 12,6 gram nitrat kislota suvda eritilganda shuncha ion hosil bo'libdi. Demak, 0,34 ion hosil bo'libdi. Kislotaning dissotsiyatsiya darajasini bizdan so'rayapti. Demak, dissotsiyatsiya darajasini topishimiz kerak. Demak, ishlashni boshlaymiz. Nitrat kislota kuchli kislota ham bir negizli bir bosqichda dissotsiyalanadi. Dissotsiyatsiya vodorod kation plus NO3 anion hosil qiladi. Ion deganda ham kation ham anion kiradi. 2 mol bo'ladi. Bizda masala sharti bo'yicha 0,34 mol berilgan. Shunda topadigan bo'lsak bu yerda 1 mol. Proporsiyadan chiqadiki 0,17 mol. 17 mol. Endi bizda 12,6 gram degani bu 63 bo'lsa 2 marta ko'p, 126. Demak 0,2 mol degani, ya'ni bundan 2 marta ko'p, mana virgulni olib tursak 126 2 marta ko'p, shunda 2 virgulni qaytarib joyiga qo'ysak 0,2 mol ekan. O'sha 0,2 mol 100%. 0,17 miz qancha deydigan bo'lsak, ya'ni 0,2 ga bo'lsak 0,85, 0,85 100 ga ko'paytirsak 85%. Javob D. Rahmat. Savollaringiz bo'lsa bemalol yozishingiz mumkin.